Dilmurod Sultonovga rahmat. Ajoyib ijrolari uchun sog' bo'ling, eldaziz bo'ling, muxlislarning baxtiga omon bo'ling. Rahmat. Ijodga barkamollik. Yaqinda bo'lib o'tadigan xalqlar do'stligidagi konsertlarga faqat omad tilaymiz. Sog' bo'ling, rahmat yana bir bora. Davrada o'ynab kulgan aka-ukalarga alohida rahmat. Endi hozir ozgina nafas rostlab olamiz. Bir chiroyli tabrik so'zi qabul qilib olishimiz lozim topilmoqda endi. Davradagi mana onaxonlar, opa-singillar nomidan Buxorodan Zebo opa davramizda ekanlar. Buxoroi sharifdan tashrif buyurgan opaxonlarimiz ichida Zebo opamizni demak tabrik so'zlariga taklif qilar ekanmiz. Shu yerda bo'lsalar, ko'rinish bersalar, ularni ham bir qalb qo'ridagi samimiyat ila o'g'rilgan niyatlarni ayni onlarda qabul qilib olsak. Zebo opamizni taklif qilamiz. Assalomu alaykum. Muborak bo'lsin. Xush kelibsiz. Qadamlaringizga qasanot. Marhamat. Auzu billahi minal shaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum aziz otaxonlar, onaxonlar, opa-singillar, aka-ukalar. Mana bugun Umurbek ukamizni xonadonlariga quvonchli kun. Farzandlari Muhammadjonni sunnat to'ylariga yig'ilgan ekanmiz. Bularni yoshlarga yosh qo'shilsin. Ota-onalari doimo sog' bo'lsinlar, yuzga kirsinlar. Umurbek ham Umidaxon singlimiz bilan yuzga kirsinlar. Farzandlarini rohatini ko'rsinlar. Mana shu 1100 kilometrdan Toshkentdan sherda keldik. Mana shu shukrona dasturxonlarga rizqimiz qo'shilgan ekan. Umurbek sog' bo'ling doimo. Mana shu g'ijduvonliklar nomidan, toshkentliklar tadbirkorlar nomidan Nodirjon ukamiz, Alisher ukamiz, Shohrux, Zarina ukamiz nomidan tabriklaymiz. Yuzga kiring. Doimo mana shunday sog' bo'lib yuringlar. Kelin bilan qo'sha qaring. Rahmat so'z berganlaringiz uchun. Firuza siz ham yaxshi kelinlar kelsin. Mana shu dasturxonga kelish yana nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. So'z berganlaringiz uchun rahmat. Rahmat. Chapek modadan qolmadimi? Chapek modadanmi? Ana shu qarsaklar siz uchun sog' bo'ling. Yana bir chiroyli tabrik so'zi mana Umurbek og'amizni sinfdoshlari nomidan. O'tkir og'a davramizdalar. O'tkir og'a, assalomu alaykum. Sinfdoshlariga to'ylar muborak. Marhamat. Rahmat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Mana Umurbek do'stim tabriklayman. Shu hoji bolani farz to'ylarini yetkizsin, qori bola bo'lsin. Shu farz to'ylarni shunaqa tabriklab o'tirish, shu davrada o'tirgan hammaga nasib qilsin. Ayrim sabablarga ko'ra shu davrada qatnashib bilmagan do'stlar nomidan ham tabriklayman. Hozir shu telefon qilib aytib qo'ydilar, biz nomimizdan tabriklab qo'ydi. Hammangizni shunday xonadonlaringizda yaxshi kunlar bo'lsin. Hammangizni shu aqtiqlaringizni, farzandlaringizni shunday sunnat to'yi, farz to'ylarini qilib o'tirish nasib etsin. Tabriklayman do'stim. Sog' salomat bo'ling. Rahmat. Rahmat. Bir-biridan yaxshi, bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal tabrik so'zlari uchun barcha mehmonlarga rahmat. Endi azizlar, bizda hozir yana bir tabriklov daqiqalari bo'lib o'tadiki, ya'ni kim bugungi to'yimizni asosiy sababchisi bu albatta Maqsudjon hoji otamiz bo'ladilar, sulola kattalari. Endi Umurbek og'amiz otalarini mana shu o'zlarini uzoq yillik kutilgan kunlarini mana shu daqiqalarida bir tabriklab qo'ymoqlik niyatida ekanlar. Hozir bizni qo'limizga mana shu 4 qator she'rni berishdiki, Umurbek og'am iltimos qildi. Meni nomimdan otamga shuni o'qib eshittirsangiz, otamni bir tabriklab qo'yish niyatidaman dedilar. Demak, o'g'illari Umurbek hoji akamizning nomlaridan hoji buvamizga atalgan mana shu she'rlar, undan keyin ustozning ham sovg'alari bor, ashulalari. Mol dunyo o'tkinchi o'tadi degan, ko'zimni to'q qilgan nafsimsiz otam. Egilgin, bukilgin, ammo sinmagin degan, qaddimni boylagan g'ururim otam. Birovni dilini og'ritma degan, siz mening eng toza vijdonim otam. Tosh bo'ron qilsalar tosh otma degan, o'tkinchi dunyoda halolim otam.
Og'risam bildirmay parvona bo'lgan, asragan yagona nurimsiz otam. Yig'lasam o'zini yer ko'kka urgan, boshimni suyagan tog'imsiz otam. Otasiz hovlining fayzi yo'q sira. Otasiz hovlining fayzi yo'q sira. Onasiz yorishmas birorta xonang. Qarasa ko'nglingga, qarasa yo'lingga qaraydi, ammo qo'lingga qaramas otayu onang. Ota-onalarimiz sog' bo'lsin. Ota-onalarimiz umrlari uzoq bo'lsin. Dunyodagi har bitta ota-onaga farzandlarini mana shunday muvaffaqiyatlarni ko'rib yurmoqlik nasib qilsin deydiganlar, qarsaklarimizni yemaymiz. Endi bu sovg'ani yarmi. Hali ustozdan ham mana shu Hoji otamizga bag'ishlangan maxsus ota taronasi ijro qilinar ekan. Biz ham albatta mana shu Umirbek Hoji otamizning iltimoslariga binoan mana shu daqiqalarni birgalikda ko'rish imkoniyatiga ega bo'lamiz. O'zbekiston xalq artisti ustoz Og'abek Sobirovdan sizlar uchun atalgan taronalar e'lon qilinadi. Davra markazida ustoz yana bir bora sizlar uchun. Chapak modadami, Hazarista chapak modadami? Rahmat. Marhamat. Bas. Aziz do'stlar, Maqsudbek Hoji otamiz uchun shu ota haqida bitta qo'shig'imiz bor. Ana shu qo'shiqni hozir otalarimizni umrlari uzoq bo'lsin. Ilohim o'tganlarni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin deymiz. Ana endi yana sho'x-sho'x taronalar bilan chiroyli fayzi davramizni davom etamiz. Yürek bağrım kalmadı, ot alıp
yanımdan ötüp gitti. Vafakşının nazları yanımdan ötüp gitti. Dökület kâmetini yanımdan ötüp gitti. Vafakşının nazları yanımdan ötüp gitti. Yanımdan ötüp gitti. Vafakşının ağızları yanımdan ötüp gitti. Dökület kâmetini yanımdan ötüp gitti. Vafakşının ağızları yanımdan ötüp gitti. Rancı elem görsetip bir zalim. Nazarin salmadın ağzıma zalim. Rancı alem görsetip bir zalim. Bir nazarin salmadın ağzıma zalim. Haçlı kemal halını yamaneti bir getir. Haçlı kemal halını yamaneti bir getir. Bir bakmadın nerede sen eylemleri bağım. Bir bakmadın nerede sen eylemleri bağım. Şahane var eserli şiiresi sende. Aldım yine gülüp ya kalmadı tende tende. Şahane var eserli şiiresi sende. Aldım yine gülüp ya kalmadı tende tende. Sarı boylara bir girip sen çıkmaz bulun hayal oylara. Adetli boyun havas bular sarı boylara bir girip sen çıkmaz bulun hayal oylara. Ağlam içine bir dedim bir dalım dedim. Denglemedim hiç senemi kadir oylara. Ağlam içine bir dedim bir dalım dedim. Denglemedim hiç senemi kadir oylara. Şahane var sende şiiresi sende. Aldım yine gülüp ya kalmadı tende tende. Şahane var sende şiiresi sende. Aldım yine gülüp ya kalmadı tende. Ustoz rahmat Anjoniy sog' bo'lsin. Go'zal ijrolar, go'zal xonishlar uchun cheksiz tashakkurlarimiz. Rahmat yana bir bora. Albatta bugun azizlar mana shu oqshom davomida go'zal kechada yangragan har bitta kuy, har bitta navo, har bitta qo'shiq, har bitta taronaga monand chiroyli raqslari bilan, yuqori kayfiyatlari bilan, tabassumlari bilan, pozitiv ishtiroklari bilan oqshomni fayziga fayz ulashgan har bir insonga rahmat. Bugun mana shu oqshomda havas bilan ishtirok qilgan hammani ham xonadonida kamida mana shunaqa to'ylar, katta davralar bo'lishligini yaratgan Tangri taolodan so'rab qolamiz. Ko'ngil uyi bog' bo'lsa, tani jonlar sog' bo'lsa, boshingiz omon bo'lsa, shuning o'zi baxt ekan. Shuning o'zi baxt ekan. Ko'zing ravshan ko'rgani, oyoq qo'lning yurgani, yuragingiz urgani shuning o'zi baxt ekan. Shuning o'zi baxt ekan. Ota ona bor bo'lsa, mudom davlat yor bo'lsa, sizga kimdir zor bo'lsa, shuning o'zi baxt ekan. Shuning o'zi baxt ekan. Albatta bugun baxtli oilani, baxtli farzandlarni baxtli kuniga sherik va hamroh, hamnafas va hamjihat bo'layotgan baxtibor, baxtiyor insonlar hammalaringizga baxtli kunlar muborak bo'lsin deymiz. Albatta bugungi chiroyli davralar hammaga yuqori kayfiyat ulashdi. Niyat qilamiz to'y bolamizni mana katta hayotga ilk qadamlari bugundan deb hisoblasak, hayot yo'li nurli bo'lsin, fayzli bo'lsin, tekis ravon bo'lsin, muvaffaqiyatga, zafarlarga boy bo'lsin, g'alabalarga boy bo'lsin. Kelajakda ota-onasiga, bobosi buvisiga, sulolasiga, dinastiyasiga, eliga, yurtiga, mamlakatiga rahmat, olqish olib keladigan
mamlakatiga, diniga xizmat qiladigan barkamol inson bo'lib yetishligini yaratgan Tangri taolodan so'rab qolamiz. Ayni daqiqalarda esa bugungi to'y davramiz dasturiga muvofiq men hurmat ehtirom ila mana sulola kattalarni taklif qilsam, Maqsudbek hoji otamiz boshchiligida sulola kattalari davra markaziga taklif qilinmoqdalar. Ularni avvalosi to'y bolamizga, Muhammadjon hoji bolamizga asrab qo'ygan yurakdagi qalb so'zlarini qolaversa ishtirok qilayotganlarga atalgan bir qalb so'zlarni birgalikda qabul qilib olish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Shu sababdan ham demak hoji otamiz boshchiligida xonadon kattalarini davra markaziga taklif qilar ekanmiz. Bizninkidan go'zal oqqan soy bormi? Oy bitta osmonda go'zal oy bormi? Vatanni sevgan har inson uchun O'zbekistondan ham yaxshi joy bormi? Tushingda ko'rganing o'ngda so'zlama, begona yurtlardan manzil ko'zlama, vataningdan aziz tuproq izlama, O'zbekistondan ham yaxshi joy bormi? Qara rivojlanish o'zgarishlariga dunyo havas qilgay, bunday ishlarga qancha imkon berdi, bizday yoshlarga O'zbekistondan ham yaxshi joy bormi? Bizning tuproqdan ham aziz bo'lganda ketgan bo'lar edi Amir Temurlar. Bizning tuproqdan ham aziz bo'lganda yig'lab sog'inmasdi Mirzo Boburlar. Qay yurtda urushlar, qayda notinchlik, qay yurtda kasallik, qay yurtda ochlik, bizda esa qarang osuda tinchlik. O'zbekistondan ham yaxshi joy bormi? O'zbekistonimizni ajoyib oilasi, mehmondo'st, namunali sulolasi bugun to'y qilmoqda. Ularni muborakbod qilamiz va diqqat qilib xonadon egalari, dasturxon egalari, to'y egalarini qalb so'zlarini qabul qilib olish fursatiga yetib kelmoqdamiz. Marhamat. Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli davra qatnashchilari. Mana biz bugun eng bir yaxshi kunda og'illar, qarindosh to'g'on hammamiz birgalikda shu o'g'limiz Muhammadjonning xatna to'yini o'tkazib o'tiribmiz. Men shu fursatdan foydalanib shu o'g'limizga uzoq umr, keng davlat, sog' salomatchilik kelgusida shu sulolamizni davom qildiradigan, sulolamizning o'tganlariga munosib bo'ladigan ajoyib bir yigit bo'lishini tilab qolaman. Qolaversa, mana bugun shu bizning oilamiz shoniga, ukamiz adresiga, o'g'limiz adresiga eng yaxshi tilaklar, istaklar bildirdingizlar. Bu aytilgan gaplarning hammasi Allohning dargohida ijobat bo'lsin. Alloh taolo yaratgan ekan shu sizlarning bildirgan tilaklaringiz sizlarning xonadonlaringizga ham nasib qilsin. Mana shu ukamizga yaxshi gaplar, yaxshi istaklar bildirdi. Ina hojata, hojanaga, ina ukamiz, kelinimiz, hoji o'g'limiz, hoji kelinlarimizga ilohim hammaga ana shunday kunlar nasib qilsin. Xudo xolasa Alloh taolo yaratgan ekan mana xatna to'yga yetirib, bag'ri butunlik bilan birgalikda el, yurt, qarindosh to'g'on bilan farz to'ylarni ham Alloh taolo yaratgan ham o'zi yetkazsin. Shu to'ylardan mana shunday kelib, davramizda shu oilamizning, qarindosh to'g'onimizning aziz mehmoni bo'lib, shu farz to'ylardan birgalikda o'tkazish hammamizga nasib etsin. Hammangizning aytgan tilaklaringiz, niyatlaringiz ijobat bo'lsa Alloh dargohida. Hammaning xonadonida ana shunday yaxshi kun, to'ylar bo'lsin. Shu yaxshi kunlaringizda bizlar ham qatnashib, hammangizning rahmatingizga sazovor bo'laylik. Eldan, yurtdan, xonadonlarimizdan qut-baraka arimasin. Bir-birlarimizga bo'lgan hurmat e'tiborimizni yaratgan ekan bundan da mustahkam, barqaror bardavom aylasin. Bu yerda xizmat qilganlara hammasine katta rahmat. Shaxsan ina Og'abekjon boshliq sozandalari juda katta rahmat. Og'abekjon, rahmat, sog' salomat bo'ling. Ijodingizga ijod. Shu O'zbekistonning hamisha bilibili bo'lib, O'zbekiston xalq hofizi bo'lib, ana shunday shogirdlarga ustozlik qilib yurish hamisha sizga nasib qilsin. Ustozlaringizning yo'lini bersin. Rahmat katta. Hammangizga rahmat. Bizlar ham sizlarning yaxshi kunlaringizda borib, yaxshi istat, niyat bildirish hammamizga nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, havo qo'ng'ishlar, qarindosh urug'lar, do'stlar, birodarlar, hammangizni bizlarga hurmat etib kelganingiz uchun hammangizga rahmat. Xudoyim bizlarga og'illar, qarindosh do'g'onlar bilan, farzandlarimiz bilan sizlarga yaxshi kunlaringizda, to'ylaringizga borib xizmat etish nasib ro'z qilsin.
Hemmenizi tapkallarınız bulam yaxşı günlere, toylara buyursun. Şimdi ağzı ağam aytıp ötüp gittiler, tebriklediler. Rahmet. Şu neveremizden yine hatna toyuna getirdi, Fars toylarından. Hatarımızdan kem bulmayın, bir geçilikte oturuş hemmemize nesip olsun. Şurada hizmet etken belçelerinize, hemmelerinize rahmet. Sizlerin emeğinizde yaxşı günler toylap olsun. Senetkarlarım rahmet. Hafız, rahmet size. Sağ buğaç, ömrünüz uzak olsun. Bir iltimasımız var. Miman kütüş bilen eşullah istörmedik. Bir maza kılıp eşullah işlemizde ümidimizden var. Sağ olun. Hürmetli mimarlarla devam etedi toyumuz. Mimarlar oturup ne hizmet bulsa bize yine teyarımız. Ağıyla karındaş doğallar prezidentlerimiz bilen birge. Şu maza kılıp ezretip dem alsanız da yine hafızımızdan iltimas ettik. Yine bir azgına vaktlarını yok demin bir hizmet et beremen dediler. Rahmet sizlere. Hemmenize rahmet. Ömürbek Hacı ata, ikki og'izim keyin ustoga beramiz, marhamat. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan davra qatnashchilari bizlarni hurmat etib kelibsizlar. Hammangizga katta rahmat. Hammalaringizni yaxshi kunlaringizda xizmat etmek nasib etsin. Og'abek siz ham katta rahmat. Hurmat etib keldingiz. Salomat bo'ling. Hofizlar, akşamdan beri xizmatdasizlar. Hammalaringizga katta rahmat. Zo'r. 2 kundan beri xizmatdasizlar. Xudoyim yaxshi kunlaringizda hammalaringiz xizmat etadi bizlar ham. Salomat bo'linglar. To'yimiz davom etadi, Xudo xolasa. Bu üzürlü şu 3 gün 4 günden verin hizmet etip yürüttüler şu Mümincan, Koca Buğa, Başırkında Hacı Buğa. Hemmenize rahmet. Kudayım bize hem size yaxşı günlerinizde, toylarınızda hizmet eder. Ağzı bir çelikinizi Kuda bozmasın. Sağ bulunla, selamet bulunla. Hem muhak yaxşı günlerinizi görüş nesip rızkısın. Rahmet hemmenize. Hafızlar, akşamkiler, ötken günkiler hemmenize rahmet. Sağ bulunlar yiğitler. Rahmat. Sağ bo'linglar, rahmat. Butun oila a'zolariga rahmat. Xizmat qilganlarga rahmat. Ana endi hamma o'rnini egallab, ustozni bir qilib tinglaymiz. O'zbekiston xalq artisti ustoz Og'abek Sobirov. Hop. Qani bir o'tirib olinglar bo'lmasa, aziz do'stlar. Endi shu xonadon sohiblarini talabiga binoan bir juft hozir ashula aytib beramiz sizlarga. Bemalol o'tirib olinglar. kirib Mavliki rizvon nima qildi Jannatga kirib Mavliki rizvon nima qildi Rasvoyi melek bo'ldi shayton nima qildi Ulmama Havvo tuvirdi odamizotni Ulmama Havvo tuvirdi odamizotni Kime yasatim Nuh bilan to'fon nima qildi Kime yasatim Nuh bilan to'fon nima qildi Yusuf'ni pratida mudom yig'ladi Yaqub Yusuf'ni pratida mudom yig'ladi Yaqub Misrliga shoh bo'ldi Kenon nima qildi Misrliga shoh bo'ldi
Kenan nima qildi? İskender yığıp aldı bütün kuşku tavrını. İskender yığıp aldı bütün kuşku tavrını. İle karı yığdı Süleyman nima qildi? İle karı yığdı Süleyman nima qildi? Dünyani yığıp özüge dost eyledi qarın. Bilgir ki vapa qilmadi qavrun nima qildi? Çıkıp Hakk'a yakın buldu Muhammed. Biraz geç Allah'a yakın buldu Muhammed. Cebrail kelib ortada hayron nima qildi? Cebrail kelib ey ortada hayron nima qildi? Umrim o'tdi deb yig'lamayim ashrabim miskin. Umrim o'tdi deb yig'lamayim ashrabim miskin. Ming yil yashagan ey Hazrati Luqmon nima qildi? Ming yil yashagan ey Hazrati Luqmon nima qildi? Jannatga kirib Maliki Rizvon nima qildi? Meni kimga aytay do'stlarim? Divona qildi ishq meni, satbora qildi yuragim. Divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Kun kechalar dod eylasam, har dam seni yod eylasam. Kun kechalarda eylasam, har dam seni yod eylasam. Ishqingda faryod eylasam, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni. Ishqingda faryod eylasam, divona qildi ishq meni, divona qildi ishq meni.
senga qurban bo'lay divona qildi ishq meni divona qildi ishq meni oxir senga qurban bo'lay divona qildi ishq meni sarsona soldi ishq meni şarabından bedel Eşref yesin lütfu kerem Vedel şarabından bedel İnsafı levh-ı kalem Divana kıldı işk beni Divana kıldı İnsafı levh-ı kalem Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni Men kimge yetey dostlarım Divana kıldı işk beni Satbara kıldı yüreğim Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni Divana kıldı işk beni Aa sarsana saldı işk beni Salomat bo'linglar. Bo'lmasa duo qilamiz. Ilohi amin. Avvalambor yaratgan Alloh Haq subhanahu va taologa o'ziga shukrlar, shukronalar, hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz, Habibimiz, Rasulimiz, ikki olam sarvari Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga durud va salovat va salomlar bo'lsin. Bugungi mana shu to'yimizning sababchilari shu jajji ukamiz sunnat bo'lgan ukamizni umrlari uzoq bo'lsin. Mana qo'shaloq to'y ekan, yubileyimizni ham umrlari uzoq bo'lsin. Shu yigitchani uylantirgan to'ylarda ham hammamiz qatorimizdan kam bo'lmasdan, o'rnimizni yo'qotmasdan yana shu oilani, yana shu xonadonni, shu xonadon uchun yaqin bo'lgan hammalaringizni qutlab kelib o'tirmoqlikni Alloh taolo hammalarimizga ro'zi nasib qilgan bo'lsin. Shu yerda mana san'atkor ukalarimiz, shogirdlarimiz bilan birgalikda hammangizning yaxshi kunlaringizda birgalikda borib xizmat qilish bizlar
ro'z nasib qilaversin. Amin. Allohu akbar. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum hammaga, xush kelibsizlar. Akşam günüm bitti yakınla kaldı. Sılalanı, qarindosh to'g'onlar, yaqinlar. Ayollarimiz marhamat. Mening do'stim, yaqin do'stlar uchun ekan. Eslamaydi dema har dam yodimdasan. Jon do'stim sen tanamdagi jonimdasan. Ağır kunlar bo'lsa agar boshimda, yolg'iz qo'ymay meni doim yonimdasan. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsang hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Korkma dostum, malı dünya geler gider. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatine yeter. Mening do'stim, mening do'stim. G'amli kunlarimda quvonch bo'lgan o'zing. Yelkam qotib dalda bo'lar aytgan so'zing. Yaxshi bo'lib ketishma yetar ko'zing. Qara kunda qadrlagan eng yaqin do'st. Do'stim deding dunyo ne'matlari yolg'on. Do'st bo'lmaydi bilsang sharob yoki janon. Qayda bo'lsang hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Korkma dostum, malı dünya geler gider. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatine yeter. Mening do'stim, mening do'stim. Sharob yoki janon. Qayda bo'lsang hamki bo'lgin sog'u omon. Mening do'stim, mening do'stim. Korkma do'stim, malı dunyo gelar gitar. Yolg'onchida hamma yaxshi yomon o'tar. Halol yurgan do'stlar niyatine yeter. Mening do'stim, mening do'stim. Rahmat, salomat bo'la, davom ettiramiz. Respublika Nihol davlat mukofoti laureati bizning faxrimiz yosh umidli xonanda Matnazar Ozodov. Salomat bo'ling. Rahmat, xush kelibsiz. Davom qildiramiz azizlar. Ana endi ustozlar qo'shiqlaridan lirik klassik qo'shiqlar bilan davramizni davom qildirsak va badiiy sahnamizga Hazaras filmi faxrli san'atkori, jonli ijro vakili, elimizni, xalqimizni suyukli xonandasi ustozimiz Muhammad Ali Abdullayevni taklif qilamiz. Marhamat ustoz. Rahmat, rahmat. Azizlar, bugun juda yaxshi gaplar aytildi, shuda yaxshi istaklar bildirildi. Hammasi Xudoyim Alloh taolaga daryoida ijobat bo'lsin. Shunday yaxshi gullar ko'p bo'laversin. Sunnat bo'layotgan o'g'limizni farz o'ylanib yetkazsin Xudoyim. Imoratlar ham muborak bo'lsin Umurbek. İchlarida yaxshi gullar to'ylar qilib o'tiravergaysizlar hamisha. Qo'shiqlarimiz sizlar uchun azizlar bemalol maza qilib o'tiraverasizlar.
unut diyen bağrım Söze unutayot günce unut diyen bağrıma Söze unutayot günce Örtep yüreğim bağrıma Bir unutayot günce Örtep yüreğim bağrıma Söze unutayot günce Kusin üzrana Vaslıya yete olmayman Men vami kusin üzrana Vaslıya yete olmayman Her gece karar yahumam Asla unutayot günce Her gece karar yağmam Asla unutayot günce Akşamda cemalın yaşam bilamına var bir Akşamda cemalın yaşam bilamına var bir Sen böyle bolay andım Am unutayot günce Sen böyle bulayanda Am unutayot günce